Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres, Birleşken Devletler Teşkilatı 76. növbetlik umumiy yig'indan burun Birleşme Agentligining ziyoratini qabul qildi. Guterres Xitoy bilan Amerikani butunlay nachar munosabatni o'ngshashga chaqirdi va sovuq munosabatlar urushidan saqlanishga ogohlantirdi. Xitoyda o'yinlik bozori tavranmoqda. Şanghaydagi o'yinlik vasitasi Shinli guruhining pay bahosi dushanba kuni Hong Kongda 87% tushib ketgandan keyin savdosi taqib etildi. Egilinishcha, bu shirkatning 9,5 o'simi bilan olgan 246 million dollarlik zoyimning vaqti 10 oyning 18 kuni to'shidi ekan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bir ma'muriy buyruqqa imzo qo'yib, Rossiyaning g'arbdagi ba'zi davlatlarga yurgizgan jazosini 2022 yili 31 dekabrgacha uzartdi. Rossiyaning Qrimni besib olishi va Ukrainaga hujum qilishi sababli Amerika va Yevropa ittifoqi Rossiyaga embargo yurgizgandan keyin Rossiya mu g'arbga qarata jazo tadbirlari yo'lga qo'ygan edi. Turkiya davlatlik miyiblar futbol komandasi 6-0 natija bilan Ispaniya komandasini yengdi. Bu natija bilan Turkiya komandasi uda ikkinchi qatim Yevropa chempioni bo'ldi. Xitoy doiralari tor o'yinlarga xumor bo'lib qolishga qarshi turish uchun yangi tadbir qo'llanmoqda. Xabar qilinishicha, Sin programmasi TikTokning xitoycha nusxasi Douyinni ishlatishga vaqt cheklamasi qo'yildi. 14 yoshdan tuban bolalarning kuniga faqat 40 minut Douyin ishlatishiga ruxsat qilinadi. Sharqi Turkistondagi jazo lagerlarining ziyonkashligiga uchraganlarning urug' tuqqanlaridan tashkillangan bir guruhi Anadoluning har qaysi shaharlarini ziyorat qilib, Turkiya xalqiga Sharqi Turkistondagi irqiy, madaniyat va siyosiy qirg'inchilik va kishilik huquq tafsandichiligi haqida ma'lumot berdi. Yig'ilish lagerlari ziyonkashligiga uchraguvchilar munbiri Turkiyaning Sivas shahrida Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni tasvirlaydigan kitobcha taqardi. Qozog'istonning Olmutu shahrida soqchi va qonun ijrochilari qurolli hujumga uchragan. Xabarlar qaraganda, Olmutuda bir javobgar suddan keyin qonun ijro qiluvchilarga qaratib o'q chiqargan. To'qinishda 2 soqchini o'z ichiga olgan 5 odam qazo qilgan.